Majburiy matematika 21-yil 2-seminar tushgan yana bitta savolni ko'ramiz. Bu yerda qarang, 6 ta ot va 11 ta sigirga 120 kg pichan yeydi. Demak, ot x, sigir y kilogramni yesa bir kunda 6x plus 11 y-imizga 120 kg ketar ekan. Agar 7 ta ot 5 ta sigirdan 33 kg ko'p yesa, mana bu yerda bitta ot kuniga. Demak, otda x topishimiz kerak. Bunda 11 bilan 5 bir xil qilishimiz uchun 55 qilsak bo'ladi. Buni keling 5 ga ko'paytiramiz, buni 11 ga ko'paytiramizda qo'shib yuboramiz. Shunda mana y-lar qisqaradi. Bu 30 bo'ladi, bu 77 bo'ladi. Shunda 107x bo'ladi, to'g'rimi? Bu 600, bu 363. Ikkalasini qo'shsak 963. X topadigan bo'lsak 9. Ot bir kunda 9 kg pichan yer ekan. Keyingi 25-savol. Buni yana to'g'ri burchakli uchburchak chizib topamiz. Demak, tangenisi berilgan alfa. Bu ilzosti 3, bu 2. 4, 3, ilzosti 7. Kosinus 2 taqsim ilzosti 7 bo'ladi. Buni irratsionaldan qutqarsak mana. Kosinus alfa qarshi yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati 2 taqsim ilzosti 7. Irratsionaldan qutqarsak 2 ilzosti 7 taqsim 7 bo'ladi. Sardor 200 ta so'zdan iborat diktantni 90% ni to'g'ri yozgan bo'lsa, nechta so'zni noto'g'ri yozgan? Demak, 10% so'zni noto'g'ri yozgan. 200 ni 100 ga bo'lib, 10 ga ko'paytirsak, nechta chiqib kelar ekan? 20 ta so'zni noto'g'ri yozgan. 4 metr kub sutni 1 litrdan qilib nechta idishga? Qarang, 1 metr kub bu 1000 litr degani, tushunarli? Buni eslab qoling. 1000 litrdan 1 litr quyib chiqsak, 1000 ta kerak-da bizga. 4 litrda 4000 bo'ladi. Demak, mana 4000 ta idish kerak.